zarba, sport bilan hojati yo'q, nega bo'ladi baribir. Ish va ikki sport bel oyoq qilib qolmasin. Do'stim qulog'ingizdan oy ko'rinib qolmasin. Qalam qilib uyga kirgach, badaningiz jimirlar, yarim tunda chimildiqda pardalari qimirlar. Hali ko'p ishlar kutar, o'ylab boshqa qashiysiz, goh oshkor sho'rbodaring tashiysiz. Shunday vaziyat bular siqlar ba'zan yurak, ona xotin o'rtasida artist bo'lmoqlik kerak. Ikki tomonga ham tengman hal ko'rsatasizda, hushyor bilan qolib ketmang ikki yo'l o'rtasida. Voz kechib hammasini ko'ksingizni g'oz kering, barcha qizlar g'oz bering, uylanmaganlarga bering. Tilagim shu doimo omad sizga yor bo'lsin, do'stlaringiz yuksalib, dushmaningiz xor bo'lsin. Jonlarga sog' bo'ling, omon bo'ling, yuzlarga kirib, kelin bilan baxtli va taqli bo'ling. Rahmat so'z berganingizga. Choy bo'ladi.